Niğde shahar ma'muriyati endi butun energiya ehtiyojini mahalliy qayta tiklanuvchi manbalardan qoplaydigan integratsiyalashgan tizimdan foydalanmoqda va shu bilan Turkiya kommunalari uchun yangi mezonlarni belgilamoqda. Kommunal boshqaruv uchun ekologik toza, barqaror va innovatsion yondashuv asosida amalga oshirilgan loyiha doirasida quyosh, shamol, energiya saqlash va vodorod texnologiyalari bitta binoda birlashtirildi. Niğde shahar ma'muriyati sifatida yana bir bor bir sohada yetakchilik rolini o'z zimmamizga oldik. Niğde shahar ma'muriyati sifatida biz ekologik toza, barqaror va innovatsion yondashuv bilan ayniqsa energiya va suv sohasida haqiqiy namunali transformatsiya loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Bugun biz bunga ham boshlang'ich qadam qo'yapmiz. Niğde shahar ma'muriyati sifatida biz allaqachon tomimizga quyosh elektr stansiyalarini o'rnatganmiz. Umid qilamizki, quyosh tizimimiz bugun yoki bir hafta ichida ishga tushiriladi. Lekin eng muhimi shundaki, biz shahar ma'muriyati sifatida birinchi marta shahar hokimiyati binosida vodorod isitish qozonlarini ishga tushiryapmiz. Bu ham Turkiyada yana bir yangilik bo'ladi. Shahar hokimiyati binosida vodorod isitish qozonlari bo'ladi. Shu tarzda, avval aytganimdek, umid qilamizki, oz elektr energiyamizni tomdagi quyosh panellari orqali ishlab chiqaramiz. Keyin esa tabiiy gaz iste'molimizni deyarli 0 darajaga tushiramiz. Albatta, birinchi bosqichda biz tabiiy gazdan 50% tejashga erishamiz. Keyingi maqsadimiz esa juda qisqa vaqt ichida tabiiy gazdan 100% tejashga erishishdir. Yana umid qilamizki, tabiiy gazdan foydalanishni butunlay to'xtatamiz. Suv toza vodorod gazi bilan ishlaydigan ekologik toza qozonlarimiz yordamida jamoamizning isitish tizimini amalga oshiramiz. Bundan tashqari, o'zimiz o'rnatgan quyosh elektr stansiyasi (GES) va qo'shimcha o'rnatiladigan shamol elektr stansiyalari (VES) bilan 4 tasini tomimizga o'rnatamiz. Energiya ta'minotimizni yanada kengaytiramiz. Aytilganidek, biz Niğde ham o'rnak bo'lishni xohlaymiz. Niğde jamoasi endilikda butun elektr energiyasini o'zi ishlab chiqaradi. Bu bizning jamoa binomiz uchun ham amal qiladi. Biz shunday namunali loyihani amalga oshirdik. Biz Niğde o'rnak bo'lishini, shuningdek, xususiy sektor va boshqa davlat binolari ham bizning izimizdan borishini istaymiz. Siz bilan bo'lishmoqchi edikki, Niğde jamoasi sifatida biz shunday namunali loyiha orqali ushbu ekologik toza tizimni joriy etdik. Qisqacha aytganda, Niğde jamoasi bugundan boshlab tabiiy gaz iste'molini taxminan 50% ga qisqartiradi. Juda qisqa vaqt ichida shamol elektr stansiyasi ishga tushirilishi bilan biz tomga o'rnatilgan quyosh panellari va shamol turbinalari orqali ushbu binoda sarflanadigan butun elektr energiyasini o'zimiz qayta tiklanuvchi energiya yordamida ishlab chiqaramiz. Bu juda namunali loyiha edi. Biz buni siz bilan bo'lishmoqchi edik. Biz buni butun shahrimiz bilan bo'lishmoqchi edik. Aytilganidek, bu yerda bizning asosiy maqsadimiz buni Niğde jamoasida amalga oshirish va fuqarolarimizga amalda ko'rsatish. Keyin esa umid qilamizki, bu butun Niğde bo'ylab tarqaladi. Albatta, men bu loyihada yordam ham oldim. Eng avvalo sanoat vazirimizdan boshlab ko'pdan yordam oldim. Sanoat va texnologiyalar vazirimizga katta rahmat. Ko'p prezidentimizga katta rahmat. Biz joriy etgan ushbu tizimning 50% ko'p ko'magida amalga oshirildi. Biz Niğde shahar ma'muriyati sifatida moliyalashtirishning qolgan 50%ni ta'minladik. Biz Niğde shahriga shunday namunali loyihani olib keldik va shu bilan birga Niğde shahrida mahalliy boshqaruv sohasida, ayniqsa shahar binolari bilan bog'liq holda premyerani amalga oshirdik.